Mənçə əmdi mаңды. Xayrlı keç. Xayrlı keç bütün dünyadaki barlıq vətən söygen qeyrindaşlar. Bu internetdə əmdi avaz toxtulub qalamdı, qandaq buldu, mən rastın desem bilmeyme. Körüp atqan adamlarmı yoxdaq qılıdı, şundaq olsunmu? Mən bir özəmnin azıraq sizlər bilan həmkarlaşıdığan bir temam baq qeyrindaşlar. Yani bu mən deməkçi bolğan tema qaysı desəңlər qeyrindaşlar? Biden'ның Uyghur siyasətində özgürüş boldu mu? Bunu şunda deb turib tushunsanlar bo'ladi qeyrindaşlar. Biden'ның Uyghur siyasətində özgürüş boldu mu deb turib bu temaga kirishimdik asoslıq səbəb qeyrindaşlar. Biz qaçanki 2018 yıldan tatip bizning Uyghur mustaqillik davası, mustaqillik kurashı deb ataylı. Bu kurashlar Türkiye İslam devletlerinde bo'lgan dava, milletini, vatanini söygen qeyrindaşlarning aktiv tirishchanlik asosida Amerikaga markazlashgandi. Yani bu davrning o'zida Trump hokimiyati bati Uyg'urlarga eng tonishliq bo'lgan, Uyg'urlar qalbidan yaxshi ko'radigan Mike Pompeo apandim bati. Qachonki bu 2020 yılı, yani ular 4 yıl hakimiyet tutup taxtdan ayrilgandan keyin milletimizning ichida shundaq bir dakidukka tashvishlar bulungan. Zaten irqiy qirg'inchilik davosi bilan shug'ullangan nurg'un qarindoshlarimiz Biden hokimiyati taxtga chiqqandan keyin Biden haqida va Biden hukmronlik qilayotgan bu kuch haqida nihoyatda ko'p negativ masalalar o'tirg'i chiqib, xalqimiz shundaq bir dakidukning ichiga tushgan. Şundaq ahvol ostida, yani Biden hokimiyati taxtga chiqib, bir ay 7 kun bo'lgan vaqtning o'zida ko'pchilikdan kelgan savollarga, ko'pchilikdan kelayotgan takror savollarga Biden hokimiyatining Uyg'ur siyosatida qandoq bo'ladi degan savolga masalaga duch kelgandan keyin men shu vaqtning o'zida esinglarda bo'lsa qarindoshlar, bu yil 2 ayning 7-kuni Biden'ның Uyghur siyasətində özgürüş bolamdı degan bir söhbətni ötküzüb, bu söhbətin özdə xulaslab oturub Biden'ның Uyghurlarga tutqan siyasəti özgərməydi deb oturub mən cavab bergan. Qarindaşlar, mən cavab bergan. Muşu cavabni bergandan keyin dunyoning har qandaq yerdan endi shunchalik bir razillik bilan savollar keldi. Atalmış sen degan bir donliq siyosatni chaqlaysa, atalmış özəngni oturup şunda bir siyasetçi hesaplaysa, mani bugün oturup Biden'ga advokat tushib ketding, Uyghur davası nerede kaldı? Uyg'urning mustaqillik kirishi nerede kaldı? Hatta Bidenchi, uchi, buchi deganlar bilan nayt ko'p razil so'zlarni ishiltib messengerlarning o'zida ashundaq mini haqorat qildigan ishlar bo'lindi qarindoshlar. Shu vaqtning o'zida men ko'pchilik qarindoshlarga buni men dedim. Gipimde turman. Biden'ның yanıday Uyghur siyaseti özgürüş bulmaydı deb oturup, men her qandaq vaqt sual qo'ygan insonlarga men bu yil 2 ayning 7-kuni so'zladim, men Erkin Ro'zi bu so'zimning o'zida turman dedim. Turib keldim. Haqoratlagan insonlarga shunday dedim. Men bugun bu orqali shu devatgan insonlarga, menga razillarcha sual qo'ygan insonlarga sual qo'yib baqay. Andaqda Biden'ның Uyghur siyaseti özgürüş boptu mu? Özgürüş boptu mu, bo'lmabdi mu? Bunu bir insan bo'lsangiz, insanda azroq aql bo'lsa, siyosatdan azroq xabaringiz bo'lsa, siz bir narsaga hukmga qarang, qog'iniga vaqt bering. Özgürüş bo'ldi mi, bo'lmadi mu? Bo'lmadi qarindoshlarimiz. 12 ayning 23-kuni 12 ayning 23-kuni Uyghur mecbur emgek kanunu, yani Uyghur qo'l emgek kanunu deb atayman. Mecbur emgek demay, bunu qo'l emgegining oldilanish qonuniga imzo qo'yib, ham shuning bilan birga imzo qo'yish orqali Xitoyni qanchalik holatga keltirdi qarindoshlar.
Sizlar meni haqorat qildinglar, to'g'ri. Men bu yerda o'tirib, menga agashgan insonlarga demayman. Menga o'tirib haqorat qilgan insonlarga bugun o'tirib, men bu faktni o'tirib qo'yman. Baydenning Uyg'ur siyosatida anda bo'lgan biz 2-oyning 7-kuni men degan bo'lsam o'zgarmabdi. Yana 12-oyning 23-kuni ikki qaror bir qonunga imzo etibdi. Yana 12-oyning 6-kuni Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik tufaylidan Xitoyning bu qatimqi irqiy qirg'inchilik olimpiyasini boykot qilamiz deb chiqarib berdi. O'zgarish bo'ldimi, bo'lmadimi qarindoshlar? Qachonki biz irqiy qirg'inchilik davosiga kirgan vaqtida mush atrofimizga fitna soladigan bir turkum razil insonlar bizga shunday degan. Amerika hech bir zaman o'tirib demaydi. Chunki Ermenilar bilan Turklar o'tirsidagi, ya'ni Turklar bilan Ermenilar o'tirsidagi irqiy qirg'inchilik masalasini 100 yilgacha to'nimgan Amerika bugungi kunda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini ya'ni 100 yilgacha to'nimaydi. Sen Uyg'urni mush ya'ni 100 yillik ahmaq davoning ichiga akirib ketding deganlar bilan so'zdim qilgan vaqtingizda qarindoshlar bizga agashgan qarindoshlar biladi. Shu vaqtingizda men degan Amerika irqiy qirg'inchilik deydi dedik. Mike Pompeo efendim dedimi demadimi? Birinchi oyning 19'i yoki bo'lmasa 28'i, birinchi oyning 19-kuni, to'g'ri. Birinchi oyning 20-kuni taxtdan tushdi 2020, birinchi oyning 19-kuni kech soat 20 da o'tirib Biden Mike Pompeo efendim irqiy qirg'inchilik dedi. Bu orqali bizni irqiy qirg'inchilik davosini 100 yillik davo, 50 yillik davo degan insonlar o'tirib tuyishga kirib ketdi. Uning kaydan Biden efendim taxtga chiqdi. Chiqqandan keyin bu yerda yana o'tirib mushundaq palpati savollar. Biz Amerikani 70 yildan birisi Turkiyada musulmon davlatlarda yurganda va Amerikaga kirgandan keyin bu yo'nalishdan ozdirib etishni orzu qilgan bir turkum insonlar chiqib, endi Biden taxtga chiqdi. Endi Uyg'ur davosi nolga aylandi degandi. Yana takrorlab o'tay. Ishonmasangiz 2-oyning 7-kunidagi suhbatga qarang. Biden hokimiyatining Uyg'urlar tutgan siyosati o'zgarmaydi dedik. Anda qolsa bugun o'zgarish bo'ptimi, bo'lmabdimi? Buning uchun o'tirib biz o'zimiz ko'radigan masalamizni millatimiz bilan hamkorlashganligimiz uchun, o'rtoqlashganligimiz uchun davoning Amerikadan iborat bu yo'nalishdan eg'ib ketmasligi uchun tirishsaq, siz qo'p o'tirib qo'lingda qanchalik diploming bordi? Sen degan atalmış bir donliq siyosatchi deb ketganlarga qo'ydigan savolim, anda qolsa o'zgarib ketgan yerini menga bir deb beringchi. O'zgarib ketgan yer bormi, yo'q? Men qarang qarindoshlarimiz, men sizga deyin. Men o'zimni bir donliq siyosiy demedim. Har bir insonga dedim. O'tkazgan suhbatimning o'zida men deb keldim. Men bir o'rganguchi deb o'tirib boshladim. O'zimning nazariyasini hech bir zaman o'tirib boshqa odamga tongmadim. Bu to'g'ri yo'l bu. Men ko'ra olgan yo'l mana shu deb keldik. To'g'ri. Mening qo'limda yo'g'on bir diplom yo'q. Men siyosat to'g'riliq başka siyasi yo'llarga o'xshash 2 soat, 3 soatlab turib so'zlamadim. Chunki mening kasbim siyosatchi emas. Siyosatdan dars bermadim. Ammo yodingizda bo'lsin, hayotimning oxirigacha mening qiziqqan nuqtam siyosatga. Men bir maktabga kirishdan avval 16-17 yoshimdan tortib dunyoda topalagan vaqtingizda Xitoyda chiqadigan Sankobob gezdi, foydalanish xabarlari gezdi, gezni ko'rish orqali dunyo qandoq deb o'tirib, men bu hayotimni siz nima demang 35 yillik hayotimni taxmini o'ltirib, 32 yillik hayotimni mushu siyosatni tadqiq qilish bilan shug'ullandim. Bir qahramonga albatta bir chelish maydoni bo'lmasa, hech bir zaman qahramon bo'lmaydi. Siz o'zingizdan bilasiz. Bunun o'tirib, sizlar o'tirib, endi o'tirib, sen degan bir donliq siyosiyon va tushib ketsang omamdi. Siyosatni deganni o'tirib, net soat o'tirib to'xtamay leksiya so'zlaydigan odamlar so'zlaganlar siyosiyon bo'ladi dedingiz. Men qarang qarindoshlarimiz, siyosat degan narsada muhim bo'lgan narsa hukm. Tushundingizmi? Hukm bo'lish kerak. Hukm bo'lmasa o leksiya bo'ladi. İşenmesiniz qarab beqing, 2-oyning 7-kunidagi suhbatda Bidenning Uyg'ur siyosati o'zgaramdi degan suhbatda o'zgarmaydi deb o'tirib men hukm qildim. Men buningga hozircha o'tirib men kuchga ega deb keldim.
Erkiy qirg'inchilik siyosatida Amerika hech bir zaman erkiy qirg'inchilik demaydi degan vaqtimizda deydi dedim. Bana ergashgan insonlar biladi. Yazmamdan biladi Facebook'qa. Hatta bazı insanlar chiqib madaniyat festivallari degan vaqtning o'zidami yani tekrar savollar kelgan. Sen kim? Madaniyat festivalida o'tirib o'ttirg'i chiqarganlar kim? Sening qo'lingda diploming yo'q-ku seninki. Bular mandaq davatida, sen mandaq davatsa degan vaqtning o'zida ular nima desa desin. Men hech kim bilan aytishmadim, ammo erkiy qirg'inchilik deydiganiga men ishonaman dedim. Dedimmi, demadimmi? Bizga ergashgan insonlar bilasiz. Shuning uchun qarindoshlarimiz, qaranglar. Men bir inson o'tirib, yo'g'on diplomim bor. Men Pustoni universitetida o'qigan. Men munchilik kitoblarni o'qib o'tgan deb o'tirib, hech qaysinlarga pul atmadim. Puatqa yerim bo'lsa tepasanglar bo'ladi. Ammo yodinglarda bo'lsin, siyosat degan narsaning o'zida hukm bo'lmasa, o siyosat bo'lmaydi. Qarindoshlarimiz. Anda bo'lsa ikkinchi alternativni men deb beray. Men 2 hafta avval, ya'ni 12 suhbat qildim. Shu suhbatning o'zida, ya'ni Amerikada ma'qullangan 3 qonun haqida suhbat o'tkazdim. Ya'ni bir qonun, 2 qaror. Erkiy qirg'inchilik deb tunishdan iborat. Bu 3 qonun deb atayli Amerikaning Avam palatasidan o'tgandan keyin albatta u Töven palatadan o'ltirib o'tadiganini xabarimiz bor. Bu yerda imzo vaqtining Baydenga kelgan vaqtimizda yana savollar bo'lindi ko'pchilikdan. Trump davriga o'xshash 6 oy, 7 oy saqlaymizmi? Yana o'ltirib bu iqtisodiy munosabat alaydi yaxshi bo'lgan andoq manda degan vaqtimizda 12-oyning 10-kuni bu yil 12-oyning 10-kunidagi suhbat kirib olmab beqing. Mana men dedim. Trump davriga o'xshash necha oy saqlamaymiz, qog'ozga yozib o'tirib, bundoq tutib o'tirib imzo aytib o'ting demaymiz. Pat yaqinda imzo atdi dedik. Qanday bo'lgan bo'lsa, qachon imzo aytibdi? 12-oyning 10-kuni shu suhbatda degan bo'lsak, 12-oyning 23-kuni, ya'ni 13 kundan keyin Biden efendim imzoni aytib o'tdi. Yolg'on gapirmanmi ya sizlarga? Sizlarni aldabdimanmi ya? Shuning uchun qarindoshlarimiz, men talay insonlarning so'zligiga hech qanday birisiga qarshi chiqmadim. Bizga ergashgan insonlarning savollariga millatimizning haqli davosida bu suhbatimni davomlashtirdim dedim. Degan so'zingizdan xato chiqqan yerlar bo'lsa, topsingiz bo'ladi. Qo'ysingiz bo'ldi. Ammo yetarki sen degan dongliq siyosatning, omating, momating ekranga chiqib o'tirib, soatlab so'zlagan insonlar degan dongliq siyosatda ularga selishtirmay. Mening da'vat qildim to'g'ri chiqyapti, xato chiqyapti. Buni qarta hukm qilsangiz, bu adolatli bo'ladi, to'g'ri bo'ladi qarindoshlarimiz. Sizga deb qo'y. Anda bo'lgan bo'lsa, xolos gap Baydenning Uyg'ur siyosati o'zgarish bo'ptimi? Bo'lmadi. Demak, rost chiqdi. Men ekranga chiqib so'zlash deganga mendan o'ta 3 odam yo'q. Mendan o'ta 3 odam yo'q. Sabab nima bilamsiz? Chunki biz Payg'ambar alayhisalomga degan sen bir uchurni 3 odamning tasdiqidan o'tkazib, 3 kam degan chaqda 3 odamning tasdiqidan o'tkazib to'g'riliq darajasiga yetgan vaqtimizda endin boshqalarga yetkaz degan gap bor. Bo'lmasa siz ekranga chiqib o'tirib taqqa-tuqqa so'zlash orqali bu yerda siz insonni xato yo'lga boshlasangiz gunoh bo'ladi, gunoh. Men bu gunohdan qo'rqqanligim uchun mumkin qadar ekranga chiqib mana shunday so'zlashga eng o'ch odam. Ammo bizning 70 yildan beri o'tkazayotgan milliy da'voyimiz, mustaqillik davosimiz deb atayli bo'pti. Mustaqillik bo'lmasa qaysi davlatlarda yugurib yurgandi o'zingiz bilasiz. Buni biz Amerika g'arb dunyosiga akilib, mushu mevani saqlab qilib, mushuni taraqqiy qildirib, millatimizning mustaqillik yo'lini davomli olg'a ilgirlaydi degan nuqta bilan bizga ergashgan, menga ham suhbatda bo'lgan insonlarga mush yo'lingiz to'g'ri. Biz mush yo'lda mangduq, erkiy qirg'inchilik deydi,
Baydenning siyosati o'zgarish bo'lmaydi, Amerikaning siyosatida o'ltirib o'zgarish bo'lmaydi deyishdiki maqsadimiz, buni tushuntirishdiki maqsadimiz yana o'ltirib, haliq oyga chiqmaydigan da'volar bilan bizning mustaqillik da'voyimiz arab davlatlariga Xitoy bilan hamkorlashayotgan boshqa davlatlar tushib ketmasin degan andisha asosida men ko'pchilik chiqib, mushundaq bir suhbatlashishga deyishga men majbur bo'ldim. Qarindoshlarimiz, sizlarga Baydenning Uyg'ur siyosati o'zgarish bo'lmadi, ham bo'lmaydi. Yani sizga dey. Shuning uchun men bundaq o'ltirib, taqqa-tuqqu adolatsizlarcha bundaq muomala qiladigan palpatiz savollaringlarni qo'ymanglar qarindoshlar. Bu haqorat qilishdan avval men so'zlagan leksiyalarni davomli anglab kelinglar. O'qib beqinglar, tushunib beqinglar. Xato bo'lgan vaqtingizda xato deb o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Qarindoshlarimiz, mening bu deb qo'ydigan ko'pchilikka zaten sen atalmış dağınık siyasi ümetin diğerlerine koyup koyduğun savallarim mana bugün ben muş gününü kütken mana ben dep koydum. Çünkü bizim üstümüzdeki hakaretlerimi iğir. 2. ayının 7. günü özgermeydu diyen bir siyasetin diyen xulasını oturup koygandan ta hazır kadar oylap bakın. 10 ayının içinde kelgen hakaretlercek. Şunun için men hakaretligen insanlarga oturup bugün bu xulasını oturup koyup koydum. Özgerdi mi? Uyg'urlar yurgizgan erkiy qirg'inchilik tufaylidan Bayden hokimiyati Xitoyning genosid gamini boykot qildimi? Qildi. 3 qonun bir qarorga xulosaldi-mi? İmzo atdimi? Atdi. Men 2 hafta emas, pat yaqinda imzo atdi, bosh yaqiningizda imzo atdi degan Bayden efendim imzo atdimi? Atdi 23-slar. 24-slar kuni Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik qilgan qotil Chinchuango taxtdan tushdimi? Tushdi. Xitoy tizlandimi? Tizlandi. Gerçi yana bir erkiy qirg'inchilik qotili kelgan bo'lsa-mu. Buning siyosiy arx ko'rinishi boshqa, biz buni o'rganamiz. Ammo men sizga men xo'shal. İmzo atgan kundan tatib chiqib turib shunda qattiq so'zlamoqchi edim. Yashab ket, ey Bayden hokimiyati yashab ket. Yashab ket Bayden hokimiyatida o'tirib so'zlamoqchi edim. Lekin internetni to'g'ri surati qayadan qayoqcha bo'lgandan keyin men biroz vaqt masalasi tufaylidan bugun so'zladim. Men xo'shalman qarindoshlarimiz. Tushundingizmi? Chunki degan so'zimiz to'g'ri chiqdi. Bir, ikki, vatanimiz Uyg'uriston, ya'ni Xinjiangdan qul ustida ishlayotgan millatimizning ustidan keldigan bunga nisbatan jazo yurgizishi meni albatta xo'sh qiladi, albatta xo'sh qildi. Bu tashqi dunyoga o'xshash bir dehqonning bolalari, yerim dehqonning bolalari chiqmabdi ekan. Hamiz tijoratchining, hamiz amaldorning pasportini bir qiyinchilik bo'lgan ekan. Tijoratchining, amaldorlarningki oldidan o'qishga chiqqan insonlar bek ko'p chiqibdi ekan bu tashqi dunyoga 95%. O'xshash bir dehqonning bolasi, dehqonning holini to'g'ri tushunadigan, jafo mushaqqatini kech kunduz jafo mushaqqatni tang tatgan, ular bilan tang yig'lashgan, kechsimi uxlasimi o'tirib shu dehqonlarning ishchilarniki jafo mushaqqatli ishlagan jarayonlari tatgan jafoyi kech kunduz o'tirib mengamni g'ajilaydigan bo'lg'ashqa men xo'shalman. Nima deb mening millatim dunyo uchun qul bo'lish kerak? Xitoy uchun qul bo'libdi, yana dunyo uchun qul bo'lish kerakmi? Amerika Bayden hukumati adolatlik siyosat qildi. Yashab ket Amerika Bayden hokimiyati. Sizlarga men oldin qatimliq suhbatim dedim. Faqatla dunyo paxtasining 20%ni Uyg'urlar ishlaydi. Mushuning eng jafoliq ishlaydigan bizning Uyg'ur dehqonlari. Hafta oxiri yo'q. Ba'zi vaqtda kech kunduz suv kelgan vaqtingizda kevaz terish uchun o'tirib, hatto 3-oyning oxirida etizga kirib kelsa 12-oygacha bor degan gaplar bilan men takror deb keldim. Ammo imzoni atdi-ya, shunchalik xush bo'ldim. Xitoy jazolansin. Tushundingizmi? Chunki mening millatim qachonki paxta shu qul emgakka kirgandan tortib, yanchiqqa bir tiyinlik pul kirmadi. Qul bo'ldi, qul. Shuning uchun men uni qul emgigi deyman. Slave labor deyman. İmzoni atdi, Xitoyga o'tirib jazo keldi. Nima bo'ldi? Chenchuanga o'tirib, shu hamon o'tirib, yana bu Xitoy bilan Amerika o'tirishda yuksalgan bu munosabatni buzmaslik uchun Chenchuangani boshqa yoqqa tatdi.
Demek şu vaktin özde biz gipimizni anglaymiz dedi. Çünkü bugün Xitoy siyasetini, Xitoyni taraqqiy qildirib, dunyoni mushunda azon ki ustingizga atib olgan kiyimlarni ma Uyg'urlarning haqqidan kelgan bilib qo'ying. Ma tashqi dunyoda yetib olgan jonivorlar. Bo'libmi devatqanim Amerika, Yevropada yetib olgan jonivorlar bilib qo'ying. Ash vatanda xalq irqiy qirg'inchilikda o'lmasa siz tashqi dunyoda hech bir zaman ma Amerika, Yevropa davlatlari sizga qabul degan narsani bermaydi. Bu yaqilib yetib olganingizga rost jonivorlar kabi. Yana mening millatim kech kunduz ishlab Uyg'urim, siz bizga o'xshash jonivorlarning ma uchiga kelgan kiyimni azam bada mujiyaga yo'llab beryapti. Mushundaq ishlardan kesadigan, Xitoy ziyon tortadigan, mening millatimning qulluq kech kunduz qul bo'lib ishlaydigan yerga biroz bo'lsa nafas oladigan bu siyosatning o'tirib chiqqandan menda xo'sh bo'lgan odam yo'q. Sizlar xo'sh bo'ldingizmi, bo'lmadingizmi bilmayman. Chunki siz dehqonning bolalari emas. Ma qo'llaringiz oltin, hukumatchi, ya'ni kompartiyaga hamda qilib yalaqchilik qilgan yalaqchining bolalari jiq tashqi dunyoda. Dehqonning turmushini ko'rgan jonivorning bolalari jiq, jonivorning avlodlari jiq. Shuncha bugun namoyishdasi 5 odam yo'q. Dehqonning gapi chiqqan vaqtingizda mustaqillik demida o'tirib boshqa yerdan tushsiz. Siyosatning nimaligini bilmaysiz. Qarindoshlarimiz, men paxta haqida guvohlik bergan vaqtda nurg'u yerdan o'tirib kulgilik savollar keldi. Endi dehqonning da'vosi bo'lamdi ekan bu. Ko'rdingizmi? Sizlardagi zihniyat bu. Millatingizga ko'yilgan aqliyat bu. Bu aqliyat tufaylingizdan sizning aytayotgan da'voyingiz mana shu. Mana yuragingiz qop-qora. Qarindoshlarimiz, ish mushunaqa ish. So'zlab kelsak gapchi qarindoshlar. Men xushal bo'ldim, haqiqatan xush bo'ldim. Men dehqonning bolasi deb keldim ya, bu to'g'riliq takkura suhbat o'tkazdim. Mening millatim bo'lib asosli dehqonchilikni asos qilgan mening millatim qul bo'layotgan bu siyosatga qarshi Amerika hukumati adolatli siyosatni olib, ham o'zining manfaatini ziyon uchraydigan yerga tamg'in urib o'tirib chiqarganidan xush bo'ldim. Ijro qilsin bu qonunni, kuchli ijro qilsin, 100% ijro qilsin. Xitoyni qanchalik ajizlatadigan, Xitoyni o'tirib qanchalik toya qiladigan siyosatdan yana qanchasiz chiqaversin. Xitoyni biz mana mushundoq o'ldiramiz bilib qo'ying. Tadilab turib, tishlab turib, asta qinini sug'urib turib, Xitoy va Xitoy hukumatini biz Uyg'urlar mana mushundoq chiqdimiz. Tushundingizmi qarindoshlarimiz? Deb kelsak gapchi qarindoshlar, men jiq vaqtinglarni olmay, shuning uchun mana bir insondek muomala qilishinglarni, bir odamdek muomala qilishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Senga atalmish dangliq siyosiyon, voy siyosiylar degan o'tirib, Puston universitetlarini bitgan, dangliq siyosiylar o'tirib suhbat qilsa, ularning suhbati suhbat. Sening degan o'tirib nimati demay, anglab qo'ying, yomoni yo'q. Xatolik topsangiz teping, tuzdimiz, baravar o'ginimiz. Ammo men sizlarga dedim, men gunohimga kirmaslik uchun deb qo'yib, xalqni xato yo'lga boshladim deb o'tirib, gunohga kirmaslik uchun suhbatga eng o'ch odam dedim. Irqiy qirg'inchilik deydi dedik, men agashgan insonlarning so'rang dedi. Bugun Amerika hukumati ma irqiy qirg'inchilik deymiz degan qarorni oldi. Yevropa davlatlarimi dedi. Ikki Baydenning siyosati o'zgarish bo'lamdi deb o'tib 2-oyning 7-kuni dedik, ahonat qildingiz. O'zgarish bo'lmaydi deganga. Bugun 12-oyning 23-kuni Bayden efendimning imzoning atqanligi o'zgarish bo'lmaganligining ifodasi. Demak, men xalqim millatimni xato yo'lga, menga agashgan insonlarga xato uchur, xato informatsiya bermadim. Agar siz siyosatga qiziqqan bo'lsangiz, tog'a so'zlagan leksiyalarni o'qib, yo'liqim shunda qiziqarli so'zlab bergan leksiyani o'qib, bunda xulosang nima degan savolni qo'yib qo'ying. Ma bo'lamdi, bo'lmamdi degan savolni qo'yib qo'ying. Siyosat degan narsa hukm muhim, hukm. Siz bu hukmni bilmasangiz, siyosat qilman deb avara bo'lmang qarindoshlarimiz. Ham shundoq siyosat qilayotgan insonlarga deydiganim, shu xalqning beshini chamang. Nech tog'a so'zlab o'tirib xalqning beshini chog'icha siz o'tirib xulos qilib o'tirib bir hukmni o'tirib qo'yib qo'ying.
bu hüküm doğru çıkamdı, çıkmamdı. Bunu oturup xalq, millet yetsin buludu, qarindaşlar. Mening deydigan gapim shu qarindoshlar, men ko'pdan ko'p qo'sholman. Yassun Amerika, yassun Biden hokimiyati. Thank you USA and thank you very much Mr. Biden. Xo'sh.